Kuniga qancha daromad qilasiz? Bugun mana 30 mingga bitta tapchika sotdim bo'ldi. 30 ming, 40 ming. Kuniga ishqilib choy puli chiqib turadi. Bir kuni 50 ming, bir kuni 20 ming. 300 ming, 400 ming topamiz. Oygacha eng ko'p topganingiz qancha bo'lgan? 2 million, 3 million. 1 million, 1,5 million, 2 million. Oyiga 1,5 million. Oyiga endi bo'ladi $1000 topamiz bo'lmadim desa. 1,5 million ham bo'lib qoladi, 500 ming ham bo'ladi. Bitta bozorlik uchun taxminan necha pul sarflaysiz ro'zg'orga? Ro'zg'orgami? Hozirgi paytda prezidentimiz aytgandek, remellarni tortdik. 200 ming, 300 ming ketib qoladi-da. Bitta bozor uchun 300 ming. 500 ming, 300 ming. Endi aytib kelgan haftasiga $100 ketadi, yo'q deganda. Oxirgi marta sotib olgan eng qimmat narsangiz nima bo'ldi? Mebel oldim. 30 minglik tapchik mana botinka olamiz mana bunaqa. Qimmat narsa kiymaymiz uni. Telefonim. Divan kreslo. Divan kreslo. Necha pulga sotib oldingiz? 1,800 ga. $200 ga bitta oyoq kiyim oldim shu. Toshkentda yaxshi yashash uchun ideal oylik necha pul deb o'ylaysiz? 15 million, 20 million. 20 million bo'lishi kerak. Eng normal yashash uchun 8 million, 10 million. $2000 bo'lishi kerak. Eng katta orzungiz nima? Yaqinda yetisha olmadim, ota-onamni umraga jo'natmoqchi edim, onam o'tib qolishdi. Eng katta orzuyim hozir to'y qilish, o'g'limni o'ylantirmoqchiman. Eng katta orzum bizga hozir paytda bizning yoshimizda sog'lik. Eng katta orzum tinchlik. Tinchlik, oilam xotirjam, o'zim sog' bo'lsam,